Rasm oldingizmi? Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Bizda har doimgidek operatorimiz aybi bilan yana shu holat. Vlog olamiz, xudo xolasa. O'ylaymanki, o'ta bomba tarzda chiqadi. Bu vlogni o'tkazdirib yubormaysizlar va qo'llab turasizlar. Bizni 18 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan insonlar tomosha qilmoqda. Lekin nus tomoni bor. 97% bez подписка o'rtoqlar. Bu degani вообще chatoq degani o'rtoqlar. O'ylaymanki, bu video roligidan keyin sizlar o'sha 97% da хотя бы 40% ya 50% ga chiqib qo'shiladigan umiddaman. Galereyaga borgan video roligim bor. U balki bomba chiqqan o'rtoqlar. Mana shu vlogimizdan keyin uni qo'yib o'taman. O'ylaymanki, uni ham o'tkazdirib yubormaysizlar va mazza qilib tomosha qilasiz. Bugungi oladigan vlogimiz o'ta bomba bo'ladi. Chunki o'zim bir-ikki ideyalar o'ylab qo'yganman. Foto bo'ladi o'rtoqlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Chini ko'taring, kamera, ha, chini ko'taring. Xo'p. Operatorimiz bor-ku, haligi bir tinga olmaydigan operator. Bir tinga olmaydi, o'shaning uchun haligi xohlagan joyda turadi. O'z bilganini qilish kerakmi? Ha, o'z bilganini qiladi. O'zi zapis ketyapti, endi xudo biladi. Qo'shma. Mayliga bo'ladi shu safariga. Yana bitta kelyapti. Yana bitta kelyapti. Ana shunaqa. Hoppa. Shahar o'rtasi. Aylanish. Mikrofon qo'ygan. Nima deydi? Passajer oluvdim, odam olmaydi. Murodjon. Hop. Yaxshimi? Bugundan qayt qo'ydirib bir aylanamizlar yana. Bitta ham yuribdi qayiqda. Ko'tagan.
manzilimiz tomon ketarkanmiz, yo'lda har xil mavzulardan gap boshlar edik. Ya'ni so'zlashib, har xil mavzularda so'zlashar edik. Ya'ni har bir yigit kishi avtomobillarga qiziqadi. Avtomobillar haydayotgan insonlar, yo'l znaklar, boshqalar shu narsalar haqida biz осуждениялар qilar edik. Kelganda konsert bo'layotgan joyga sal yursak, nariga chiqamiz ekan, nimaga qaytganmiz? Bilmaganmiz. Aylanib yuradida buni nimasi, parkovkani mashina. Aylanib yuradi, yetib turgan mashinani. Mashina hammasi g'azab ketadi. Qo'lanmagan bo'lsa, ishdan kelaveradi. Sankt-Peterburg ko'chalarida aylanib yurarkanmiz. O'z mashinamizni qo'yish uchun avtoturargoh izlar edik. Avtoturargoh joylar juda ham oz. Ya'ni sentralniy joylar bo'lgani uchun ham u yerda mashinalar turadigan joylar juda ham oz edi. Odamlar ko'chada kimdir o'qishga, kimdir ishga shoshiladi. Bir amallab avtomashinamizni joylab ham oldik. Menga esa juda ham chiroyli kadrlarni olish uchun men harakat qilyapman edim. Lekin operatorimizning ozgina qilgan xatoligi sababli kadrlar o'xshamay qoldi. Aytdim, uzmay dedim. Ma o'zim uzgan yo'q qolyo. Bo'ladi. Boshqa Mang. Shu joyda men boshqatdan syomka qilish uchun yana qaytadan harakatni boshlab yubordim. Bu yerda esa operatorimiz bilmadim nimalarni o'ylayotgan edi. Bu yerda ham bo'lsa yana shu operator bilan bog'liq ne aslo bo'lsinki shunaqangi xatoliklar yuz berdi. O'rtoqlar, hozir aylanishga kelganmiz. Sizlarga ajoyib bir manzarani ko'rsataman. Ya'ni Sankt-Peterburgning eng chiroyli joylaridan biri. Qani, bir aylantirib ko'ring. Qaysam, o'rtani bosaman ha? Olyapti. Olyapti ekan. Yangi operator bizda. Yangi rubrika. Mana nimasi qaytmaydi buni?
tarixiy joylar. Tarixiy joylarda yurarkanman, menda o'zgacha hissiyotlar jo'sharardi. Chunki bu yerlar tarixga juda ham boy bo'lib, dunyoda eng katta yirik muzeylardan biri. 1917-yilgacha imperator tomonidan bo'lgan. 1917-yildan keyin davlat muzeyi tashkil etilgan. Bu yerda juda ham ko'p eksponatlarga boy joy bo'lib, bu yerlar bir odamni o'ziga davom eta oladi. Kirgan joyi qoldi. Kamera sifatga Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Jini ko'taring, kamera, ha, jini ko'taring. operatorimiz bor-ku, haligi bir tinga olmaydigan operatorda. Bir tinga olmaydi, o'shaning uchun haligi xohlagan joyda turaveradi. O'zi bilganini qilish kerakmi? Ha, o'zi bilganini qiladi. O'zi zapis ketyapmi, yo'qmi, endi Xudo biladi, точно. Скажите, пожалуйста, сколько времени занимает? 3 часа. 3 часа? 3 часа 15 минут. Они все возвращаются в 2:30 ночи. Первый мост Дворцовый открывается в 1:10. Тут Сегодня какой часов начинается? в 1:10. Вечером. Да, ночью. Ночью. Прямо сейчас Ночью. нету никаких? Прям сейчас, конечно, есть тоже. А сколько времени? 3 часа, да, еще? Нет, если сейчас поедете прокатиться, 1,5 часа по времени, тот же самый маршрут, только без разведения мостов. Да, нам не надо это разведение мостов. Понял? А сколько будет стоить? По цене билета вот так можно сделать по 1000 рублей. По каждому, да? Да, конечно. 1000 rubldan tushasizlarmi qayoqqa? Sizchi? Men tushiraman. Pul ko'p o'chaveradi. Men otamni bitta o'g'liman, men tushiraman. Men 8 ta emasman meni. С видом на огне и с верою в любовь. Do'stlar, qanday zo'rma mazza qilyapsizlarmi? Kadrlar tomosha qilib, cho'tka kadrlar qo'yaman, xudo xolisa. To'la bor mazza qilasizlar va kanalimga obuna bo'lasizlar. Va kantarani ishimizni ozgina bo'lsa ham hurmat qilib boslasizlar ana shuni. Sog' bo'linglar. Shaharning o'rtasi, cho'tka aylanish ishlaymiz, charchaymiz. Ozgina o'zi uchun ham dam berish kerak. Shahar manzara cho'tka. Sekin-asta aylanib sovuq, ancha sovuq chiqib qoldi hozir. Lekin shunda bo'lsa ham ko'chada aylanib yurish baribir mazza. Ayniqsa odam charchagandan keyin dam olib, ko'cha aylanib, shahar aylanib, chiroyli manzaralarni ko'rib yurish mazza. Borgan joyingizda albatta videoga, rasmga olib qo'ying. O'zingiz uchun ertadan keyingi tarix, bugungi o'zi har bir o'tayotgan vaqt tarixga aylanmoqda. Ertadan keyin eslab yurasiz.
shaharni ichidan daryo o'tgan. O'sha daryo, dog'lar mana xotirasi bo'lib qo'ygan bo'lsa kerak tamam. Вот здесь. Ochiq osmon ustida, mana shunday suv ustida mazza qilib aylanib yuribman. Kameram qarqara keldi. Mayliga bo'laveradi shu safariga, onasi yemsin. Mana shu yemsilga joylarimga chiqib boraman. Video portlasa kanalingni o'chirib tashlayman deb Google'dan sochini yozdim. Nima bo'lsa bo'ladi shu safar. Yana bitta kelyapti. Qarang. Ishtega, katta askar Abdulla. Onasini ham kech olganda. Kech olganda yomon bo'lyapti-ya. Bittasi qarab ketdi. O, nariyoqda ham yuribdi. Ha. Voy, yomon qo'tasi bor ekan. Mana shu yerga bir borib ko'rish kerak ekan. Ketdik. Bo'ladi. Ana shunaqa. Eksklyuziv. Oppa. Yo, bismillah. Oppa. Biz yangi manzil tomon yo'l olar ekanmiz. Shahar go'zalligidan mazza qilib jam ham bo'lardi. Juda ham maroqli edi biz uchun. Endi qiziq edi ham. Haliyam o'z shaharda aylanadi. Mazza. Shahar ochiladigan ko'prik. Bu yoqimizda baland binolar, qanday Moshni yarashgan. aldayapti. Bittadan bino bor lekin. Mana shu joylarda ham yutib qo'yib yuboraman onasi o'zi kanaling o'chatyapti. Nima bo'lsa bo'lar. Batri hammasi ketadi bu safar. Operator mana shu tomondan bir aylantirib ko'rsating. Suvga tushgan. Abillahi qataylamas dedimsan. Barqa ro'paraga bo'lmasin. Oynalar, yeriyam. Sankt-Peterburg ko'chalarida kechasi aylanib yurish haqiqatdan mazza. Chunki odamga o'zgacha shavq bag'ishlaydi. Chiroqlar juda ham go'zal edi. Bizga o'zgacha hissiyotlar berayotgan edi. Keyingi manzilimizga oshiqayotgan bo'lsak, ko'chada mazza qilib aylanib va keyingi manzil tomon yo'l oldik. Keyingi manzilimiz esa bu galereya. O'ylaymanki, sizlar bu videoni o'tkazdirib yubormasdan shu joygacha ko'rdingiz va sizlarga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu videoda ham sizlar bilan albatta ko'rishib, galereyada ko'rishguncha